Bizning navbatdagi manzilimiz Bola House kafesi bo'ldi. Bu yerda zamonaviy va sifatli osma shift o'rnatish ishlarini muvaffaqiyatli yakunladik. Endi mehmonlar shinam, yorug' va qulay muhitda taomlardan bahramand bo'lishadi. Tadbirkorlar uchun esa ajoyib imkoniyat. Osma shiftlar sizning biznesingiz uchun mukammal tanlov. Agar siz ham o'z joyingizni zamonaviy ko'rinishga keltirmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Qolganini maslahatlashamiz. Ha aytgancha, sifat, tezlik va ishonch kafolatlangan. Assalomu alaykum. Bu joy go'zal, shinam, hashamdor bo'lib chiqdi. Joyinglar qanaqa taomlar bilan mashhur? Bu yerda asosan Buxoro milliy taomlari bilan mashhur. O'zimizning balaza, olot somsa va shashliklarimiz va g'uriy taomlarimiz bilan mashhur asosan. Juda ham yaxshi. Mehmonlarni qanaqa kutib olasizlar? Mehmonlarni xushmuomala kutib olamiz. Qo'ldan kelgancha tabassum bilan, chiroyli xizmatlarimiz bilan kutib olib qarshi olamiz. Zo'r. Bizani ishlarga 1 dan 5 gacha necha baho qo'ygan bo'lardingiz? Albatta 5, 10 kerak bo'lsa baho beramiz. Rahmat. Murojaat Turinglar, ishinglarga rivoj bersin, Alloh barakasini bersin joylarga. Salomat bo'ling.